Assalomu alaykum Mo'ysam Pro jamoa a'zolari. Mana bugun biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Qodir akaning xonadonidamiz. U kishi zakaz qilgan, buyurtma qilgan suvoytman apparatini olib keldik, mana o'rnatdik. Endi buni sizlarga ishlash jarayoni bilan tanishtiramiz. Marhamat, 4 ta atir, balon qoraytiradigan apparat, balon qoraytiradigan kernitilimiz. Lakosini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga murojaat qilaverasiz. Hammaga katta rahmat.